Muchalim kelyapti. Yaqinda yurishga maqsad bor va buning uchun har doim harakat qilaman. Va shoirlar o'zi boshqacha bo'ladi-da. Shoirlar молодец. Bu bolamizning ismi Turg'unbek, Sirdaryo viloyatidan kelishgan. Bekor bu kitoblarni taxlab qo'ymadim. Shu kitoblarni yozgan, she'ri bilan kirib kelgan bola mana shu 12 yoshli Turg'unbek bo'ladi. She'rlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana kitob va vatandosh. Har xil she'rlar yozilgan, mana o'zining rasmlari mana tayyor. O'zing tanishtir. Assalomu alaykum. Mening ismim Turg'unbek. Men Sirdaryo viloyatidanman. Ona haqida bitta she'r. Chehrasi quyosh, ko'ngli yarimta, onamning yuragi bo'linganimda, rohatlar ko'rsin ikki dunyoda, onamning umrini qilgin ziyoda. Eng yoqtirgan she'rlardan bittasi yana qaysi? Eng yoqtirgan she'rlarimdan Vatan haqida bormi? bor. Bitta. Vatanimsan vatanim, sen hur bo'lgan maskanim, dunyodagi iforli nurga to'lgan chamanim. Senla birga olamni qutsam deyman vatanim, osmoningda shodlanib utsam deyman vatanim. Ko'rdinglarmi? 12 yoshli bolamizda shunaqa iqtidori bor. Lekin hali yurmaydi. Xudo xolasa maqsad bor yurishga. Qachon? Muchalim kelyapti. Yaqinda yurishga maqsad bor va buning uchun har doim harakat qilaman. Va shoirlar o'zi boshqacha bo'ladi-da. Shoirlar молодец. Gap yo'q. Bularning gapirishida ham farqi bor-da. Zo'r. 5 mana. Xudo xolasa yuramiz. Shu yerdan yurib chiqib ketamiz, xo'pmi? Молодец.